Sistit va gemorroy. Ikkita uchta usulni aytaman. Qarang, orqamda oq qayin bor. Hozir ko'rsataman oq qayin. Mana daraxtni ko'ryapsizmi? Mana oppoqqina. Ko'ryapsizmi? Mana shu oq qayin beryoza deydi rus tilida. Tushundingizmi? Beryoza. Agar topolsangiz shuni bargini toping. O'shani bargini quritib bir osh qoshiqini 200 grammga yoki 5,5 litrga damlang. Yarim soat tursin o'shani iching. Tushundingizmi? Agar 2 barobar kuchli bo'lsin desangiz, o'sha damlamaga iliq holatga kelgandan keyin 0,5 gram yoki 0,2 gurti uchichalik mumiyoni aralashtirib, o'shani iching. Ko'zini uyalib. Studentlik davri kimda esiga tushdi? Mazza-mazzam. Xullas, tushundingizmi? Mumiyo va beryoza. Xohlasangiz mumiyoni o'zini 0,2 gramdan 100 gram, 150 gram suvga solib, iliq suvga solib, eritib 2 mahal och qoringa iching. Faqat homiladorlarga bo'lmaydi, aytib qo'yay. Tushundingizmi? Undan keyin 10 minutga qutulishni istaysizmi? 10 minutga sistitdan. Shunday 1 gram mumiyoni olingda, iliq suvga aralashtiring. 100 gram, 200 gram bo'lsa ham suvga aralashtiringda. Shunday spinsovka qiling. 10 minutga taqataq to'xtaydi sistit. Atak ichkaridan ichishingiz kerak. 0,2 gramdan 2 marta, tushundingizmi? Sistit yo'qolib ketadi. Ana bo'lsa, gemorroy bo'lsa, o'sma bor-ku ayollar, qoshlaringizga, kipriklaringizga, yana qiyirlaringizdagidir surtasizlar-ku. O'smani buklab, ya'ni salgina quyoshga ilitib, nima deydi, so'ldirib, keyin svecha qilasizda, svechaga tiqasiz gemorroyni ichiga. Tushundingizmi? Ya'ni orqa anal teshigiga tiqasiz. Yoki imkoniyatingiz yetsa, ana gemorroyga hemmertdan olasiz. Mana shu nomer bo'yicha. Kerak bo'lsa deyman-da. Atagon 15 minutdan qutulsa bo'ladi. Beryozani topolmasangiz, mumiyoni toparsiz, baraka topkor. Tushundingizmi? Hoptang, ko'zini yop. Bo'lsa piyozni qaynatib suvini iching deganman. Ko'p narsa bor. Hopmi? Bo'pti, davay, boring, qiling, turing. Mumiyo topingda bitta sprinsovka qiling. Bo'pti.